tayyorlagan Prado'mizni Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bunga ob'yomi eng katta bo'lgan biletlarimizdan so'ng qilib berganmiz. Azon firmasidan bo'ladi. 3 duyum klassika holatida bo'ladi, dual chip bo'ladi akalar. Bu uстановkalari bilan $450 bo'ladi. Kimga agar kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar, lekin ob'yomiga akalar вообще nima desa bo'ladi? Gap bo'lishi mumkin emas. Danlisi va shi tiniq bo'ladi. Xudo xolasa hozir yorishlarni bitta ko'rsatamiz, ob'yomlarga bitta ahamiyat beramiz. Ob'yomlari juda katta, kapotda oldidan bo'ladi. Danlilarni hozir bitta ko'rsataman. Mana danli holat. Danli u bozor oxiriga qarab ketadi. Prado avtomobilida eng moshniy biletlardan bittasi bo'lib, uстановkalari bilan $450 ga beramiz. Agar kimga bilet xizmatlari kerak bo'lsa, telefoniga murojaat qilaverasizlar. Hamma ma'lumotlar telefon orqali bo'ladi.